Endilikda Green Cardga anketa topshirish uchun xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladimi? Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarga ko'ra, DV 2027 ni norasmiy application formasi keng jamoatchilikda muhokamalarga sabab bo'lyapti. Sababi ushbu formada xorijga chiqish pasporti ma'lumotlari seriyasi va skanerot qilingan versiyasi bo'lishi talab etilgan. Qaytarib o'tamiz, ushbu formalar hali rasmiy tarzda tasdiqlangan emas, ammo katta ehtimol bilan agar DV 27 ochiladigan bo'lsa, ushbu o'zgarishlar kiritilishi mumkin. Agar o'zgarishlar kuchga kirgudek bo'ladigan bo'lsa, faqat asosiy o'yinchi uchun zagran pasporti talab etiladi. ID karta bilan Green Cardda o'ynab bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Asosiy o'yinchi, aytaylik, er-xotin oilada o'ynasa, er va xotinning o'ziga zagran pasport kerak bo'ladi. Agar ayol kishini o'zi o'ynasa oilada, erini aytaylik 11-sinf ma'lumoti yo'q bo'ladigan bo'lsa, ayol kishini o'ziga zagran pasport kerak bo'ladi, bolalarga zagran pasport kerak bo'lmaydi. Eslatib o'tamiz, DV 2027 ochilishi rasmiy tarzda e'lon qilingani yo'q. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi ham rasmiy tarzda e'lon qilingani yo'q. Rasman qachon DV 27 boshlanishi e'lon qilinganda Davlat departamenti tomonidan har yili instruksiya chiqiladi va mana shu instruksiya oxirgisi va eng ishonchlisi bo'ladi. Hozircha bu instruksiya chiqqani yo'q. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan narsalar faqat taxminlardan iborat. Mana shu zagran pasport to'g'risidagi talab ham taxminlardan bitta taxmin. Aniq shunaqa bo'ladi degan narsa yo'q.